Durdona Qurbonovaning yashirin to'yi va internetni portlatgan kelinlik videosi haqida haqiqat. Kanalimizni ilk marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like bosishni unutmang. So'nggi soatlarda internet olami iste'dodli aktrisa Durdona Qurbonova atrofidagi yangi shov-shuvlar bilan kezib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisaning kelinlik libosidagi videolari virusdek tarqalib, muxlislari orasida turli taxminlarni yuzaga keltirdi. Keng jamoatchilik e'tiborini tortgan ushbu videolarda Durdona milliy urf-odatlarimizga xos tarzda oq libosda va kelinlik salomi bilan namoyon bo'ldi. Tabiiyki, bu holat aktrisaning ashaddiy muxlislari orasida Durdona Qurbonova yashirincha turmushga chiqdimi degan savolni tug'dirdi. Gap shundaki, videolarning sifati va tasvirlardagi tabiiylik ko'pchilikni bu haqiqiy to'y marosimi ekanligiga ishontirishiga sal qoldi. Biroq vaziyatga professional ko'z bilan qaralganda, bu shunchaki navbatdagi ijtimoiy jarayon ekanligi oydinlashadi. Kadrlar syomka maydonchasidan olingan bo'lib, atrof muhit, yoritish chiroqlari va kadr ortidagi muhit bu haqiqiy nigoh oqshomi emas, balki yangi film yoki klip jarayoni ekanligini ko'rsatib turibdi. Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.